5. bob. İhbargulning aslimisi. Yoz kunlarining oydin kechisi. İlik Hacibning mevelik bog' o'ylisi. Oy sho'lisi shaptol olma chechaklardan o'tib, o'ylini ola-bula yo'ritgan. O'ylada aylanib yurgan nayza qalqonliq qariqchi oyig'ining ovozidan boshqa ovoz yo'q edi. Hamma yoq jimjit. O'ylaning kun bitish to'riga yo'lab silingan chiroyli binoning 2-qavatining panjarasi janub yoqqa qaragan bir uyda qilin ko'rpalar ustida beshini yostiqqa singoyon qo'yib, İlik Hacib shirin uyquga cho'kibdi. Uning yanida oy desa oy, kun desa kun bir go'zal yetibdi. To'y bo'lganiga bir hafta bo'lgan bu yosh kelin nemishqidu uxlamabdi. U yanada uxlab yotgan eriga zo'q bilan bir qarab qo'ydi-da, erining maydasiga tushib qolgan tovar yotqanni yuqori tartib qo'ydi. Ondan o'zimi yotqanni yuqoriroq tortib, yana yostiqqa yo'landi. Lekin u uxlay olmay cho'nqur xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Shundaqdimi orlab beshini qiysoytib, Hojibga qarab kulimsirab qo'yadi. Uyni to'liq yo'ritgan to'lin oy nuri oppoq yostiqqa cho'kkan bu go'zalning jamolida sayli qiladi. Uni erkilatadi. Uning kulimsirgan lavlaridan olmadak suzuk qizil mangzidan so'yatdi. Uning barliq sarguzashtlariga guvoh bo'lgan oy uning erkinligini, uning to'yini tabriklaydi. Uning urg'ib turgan yurak tuyg'ularga esdoshlik qiladi. Uning qalam qoshlari tegida o'ynab turgan qo'y ko'zlarida marvoyitdek pildirlab aks etgan oy nuri go'yoki bu o'ynoq ko'zlarni qizg'ongandek parqiraydi va uzun qora kirpiklarining bir-biriga tegmasligini orzu qilib to'xtamay nur chachadi. Uning cho'lib maydasiga tashlangan uzun jilvilik qora sochlarini oy nuri go'yo yana uzatqisi kelgandek yavash tarab sungib o'tadi. Yosh kelin qo'llarini beshining ostiga qo'yib, ko'zlarini qayergadir qadab hamon xiyol qiladi. Qarshisidagi ikki panjara orliqidagi tomda ham echinishliq, ham ko'ngillik suratlar xuddi ming uy suratlariga o'xshash o'tadi. Ana, qo'llar bozori. Cho'ng kichik ayol qullar orasida chochlari cho'vulib, yuziga yeyilgan 30 yoshlik bir ayol 7 yoshlik bir qiz bola bilan turibdi. Bola ayolning yirtiq peshini ching tutib olgan. U bozordagi oli ko'z, qamchilik kishilardan qo'rqib, borgancha onasining putlari orasiga qisildi. Peshonasiga tushgan chochlari orasidan onasiga qarab qo'ydi. U qamchidan bak qo'rqdi. Dunyoda buningdan dahshatli narsa yo'q bo'lsa kerak deb o'ylaydi qizchaq. Chunki u nurg'un qaytim onasini qamchi bilan urib dombolnayotganda onasining qonliq putlariga esilib qirqirab yig'lagan. Uning yig'isi baglarning ko'ngliga tekkanda qonliq qamchilar qizchaqning beshida o'ynab, uning badallarini tilavatgan. Ona qizining qo'rqayotganligini qaramay turibmi bilib turadi. U qo'rqma qizim deganda qilib qizning beshini silab qo'yadi.
Qiz dadasini bilmaydi. Onasining aytib berishicha, dadasimi bir setilgan qo'l ishkan. U qizi tug'ilib bir oy o'tmay, boyning bir eshkining putini sondirib qo'yganligi uchun urib o'ldirilgan ekan. Keyin ona ham ochliq, ham tayoq azobida bolasini qo'ynidan tushirmay beqib cho'ng qilibdi. Endi boy bolaliq qo'l ishi olmaydi deb mushu bozorga sotqili ilib kelgan ekan. Bir hazodan keyin bir yo'g'on qo'rsoq, bombu soqol odam kelib, ona bolaning bosh oyog'iga sapsilib cho'kiladi. Bu mollar uningga yiqib qoldi bo'lg'ay, u kulib qo'ydi. Yaraydi. Ustixonlar joyida uy xizmatiga bo'ladi. Bolasimi uzoq o'tmay ishga yaraydi, deb o'yladi u. Ondan yo'g'on qo'rsoq mol egisini qishqirib, uning bilan uzoq sodalashdi. Oxiri yonchiqidan bir qalti elib, uningdan 3-4 changal mis pulni bir-birlab chiqardi. Lekin pulni bermadi. Ular boshlashib, bozorning bir chetida oldidagi kichik past chosi shiraga qog'oz, qumush qalam, dövet qo'yib o'ltirgan bir qeyri ko'si putukchining oldiga berib, bir nimalarni deyishdi. Putukchi yuqordan tövanga qator qilib xat yozdi. Ondan xatni ularga o'qib berdi. "Men Berdon Qoribuqaga bir chiqolni kichik qizi bilan 50 tangaga sotdim. Bu qo'l 1000 yil, tuman 1000 kun Qoribuqaning ilkida bo'ladi. Agar yarisa, uni tutsin. Yarimasa, boshqa kishiga setib azsimi bo'ladi. Barmoq bosqichilar, Berdon Qoribuqa. Ishtili 8-oyning 5-i." Sotimchi, olimchilar rozi bo'lib, o'z ismlari ustiga barmoq bosdi. Qoribuqa xatni qo'yniga selib, pulni Berdonga berdi. Keyin ikkilisi putukchiga qalam haqi berib, orqalariga buraldi. Kelin o'ng qo'lini beshi ostidan ilib, maydisiga qo'ydi va ozroq qo'zg'alab oldi. Endi uning ko'z oldida tomda boshqa suratlar ko'rinishga boshladi. Kuzning bir kuni qo'noq o'rilib, paxta terilayotgan chog'. Qayerdadir chilingan, odamning ko'nglini ezadigan mungluq nay ovozi go'yo jafokash namratlarni juvutib, butun yezi osmoniga yeyilib yangraydi. Hamma yoq kuz optipining issiq qo'yniga cho'mgan. O'ng'ul-do'ng'ul tor harvi yo'lida qo'rsqi egarning qushbeshig'i tegib turgan Qoribuqa uzun arg'amchining uchini o'ng yo'tsiga bog'lab olgan holda ot ustida mugidab ketib boradi. Uning orqasida arg'amchining yana bir uchiga qo'llaridan bog'langan qo'l ona mudirib cho'qirib ketib boradi. Onasining jo'l-jo'l mata ko'ngligini ching tutib olgan qiz qo'lchoq onasiga qarab qo'yib, so'kildab degudek ketib bormoqda. Yiroqroq, o'ng yoqda bir qo'noq engizida bir to'p kala, eshak, qo'ylar o'tlab yetibdi. Etizning chetidagi do'ngda 18 yoshlardagi bir podichi bola nay chalmoqda. Putiga teri cho'riq, ustiga titilib ketgan ko'nglik. Tallarni chali yopgan, tizidan oshmagan ishdan kiygan bu bolaning qanchalik azob tortib yurganligini bilish tas emas. Balki umu setivilingan bola qo'l kung bo'lg'iydi. Balki dadasi kaltak ostida, onasi ochliqda o'lganda bir ko'zidan yosh, bir ko'zdan qon oqqizib
yig'lab qolgan bo'lg'iydi. U o'zi yasab olgan qo'mish nayni chalmoqda. Ko'zlaridan taram yoshlari to'kilmoqda. U yoshlar nurg'un fojialik voqealarni, nurg'un qonliq kashmishlarni va tugugisiz pig'onlarni so'zlab beralaydi. Bu yoshlar fojia buluqi bo'lgan to'man mingjup hasratlik ko'zlardan oqqan sonsiz issiq yoshlardan guvohlik berdi. Podichi bola nay chalmoqda. Ko'zlaridan yoshlar oqmoqda. Nay uning ko'ni do'sti, uning mungdishi ham uning sunuq, zaxmi ko'ngliga orom beradigan birdan bir yori. Bundoq mungzorliq naychilish uning uchun birinchi qitim emas. Ko'zlardan yosh iqishimi birinchi qitim emas albatta. Podichi bola nay chalg'ash yiroqlarga qarab, bir otliq, bir piyoda kishining ketib borganligini g'uva ko'rdi. U qo'shimlarni turib, sinchilab qarab, otliq semiz odamning bog'langan bir ayolni yetilab ketib borganligini ko'rdi-da, dili azoblandi. Bo'libmi, ayolning peshini ching tutib, dikildab ketib borgan qizchaqni ko'rganda, uning yuragining qanchalik azoblanganligini tasavvur qilish qiyin emas edi. Chunki u oshu qizda kashmishni beshidan o'tkazgan edi. U uningdanmi kichikroq vaqtida bog'langan dadasining peshiga esilib, oshundoq so'kildigan edi. Podichi bola nayni avjiga oltirdi. Nay mo'ngi yiroqlarga taralmoqda. Bolaning ko'zlaridan taramlab yoshlar oqmoqda. Kelin u ko'ngilsiz o'tmishlarini o'ylamaslikka tirishdi bo'lg'ay, so'l yenini besib singayon yotdi. Ammo mengisini cho'lg'ib olgan xiyollar uningga omonlik bermadi. Bugungi baxtli kunlarida u o'tgan azobli kunlarni qandoqmi unutiy olsin. Endi uning ko'z oldida uzun gullik panjara pardasida boshqacha ko'rinishlar o'tishga boshladi. Qori Boqiboyning yerim yo'ruq ko'ni bir uyi. Qiz uyning bulung'idan oqqunaq usulgan yerim tog'orni yiqitdi va tog'orning bo'g'uqliq uchidan tutib so'rashga boshladi. Kuchi yetmasimi, tinib peshona tarlarini surtib, tog'orni oxiri uy o'tirsidagi yog'inchoq bor supining yeniga akeldi. Keyin tog'ordan g'albirga qo'noq usdi. Uni yog'inchoqning yeniga qo'ydi. O'zimi aplab o'ltirib olib, qo'noqni qisqa sopliq yog'och ko'ra bilan yog'inchoqning bo'g'oziga qo'yib, uni aylantirishga boshladi. Cho'ng kishi aylantiradigan yog'inchoqqa qizning qo'limi yetmaydi, kuchimi yetmaydi. Lekin iloji qancha? U yo'g'on, ig'ir xomqish akilib tizib, shuning ustida turib, so'zilib, kuchinib bu ishni qilishga majbur edi. U ikki qo'li bilan yog'inchoqning sepini ching tutib, uni kuchab oron aylantiradi. Aylandira, chipildab targa cho'mdi. Mana endi 17 yoshga kirgan, ustixonlari cho'ng'iyib, qosh ko'zlari ko'zga ko'rinib qolgan qiz yog'inchoqni aylantirmoqda.
Onun qari ko'z, qo'shimi qoshliq go'zal husni, juldur kiyim, chongi chochlar ichida omoqqina jilvilinib turadi. Onun yog'inchoqni aylantirishi avvalqidan yengilroq bo'lsa-mu, yanada peshonalaridan ter qo'rimaydi. U qayergadir qarab, qo'shimlarini turib, cho'nqur o'ylaydi. Qanday qilish kerak? Dadam anamga o'xshash o'lib berish kerakmi yoki hayotlik izlash kerakmi? Jabr japa, tayoq, kaltak, til haqorat. Qanday qilish kerak? Uning o'tgan kunlari yana xiyoliga tushdi. Ana 10 yoshli qiz putlardan oqqan qonlarga qaramay mol boqmoqda. Ana 12 yoshdan tortib quchoq kirlarni yuymoqda. U 14 yosh vaqtida tog'or yudib Harvidagi ochliqni uyga to'shimoqda. 15 yoshlarida kichikkina qorong'u uyda qo'rq o't ustida tugilib yetib uxlamoqda. To'g'ri qishqardi. U cho'chib uyg'onib, sakrab qo'pib chiqib, quduqdan suv tortib, yog'och so'g'i bilan suv to'shib, cho'ng idishlarni to'ldirmoqda. Ana, u beqib kelgan mollarni qo'tonga solab, onasidan ansirab yugurib kirsa, chiroylari sarg'ayib holi ketgan onasi yirtiq palos ustida engrab yetibdi. U bolasini qo'li bilan sharatlab yeniga qishqardi va anglanmas ovozi bilan Bechora qizim, yetim, panohsiz qoldi. dedi va qattiq yutilib jiqli qon qusdi. Keyin qizining peshonalarini titrab turgan qo'llari bilan silab, yoshlarini surtdi. Ondan tenisi, put qo'llari bo'shab, ko'z yumdi. Qiz onasiga o'zini etib, zor qaqshidi. Ularning beshini silaydigan ot boqar buvay kirib, yana qizning beshini siladi. Ana, qiz endi to'pi yo'langan g'irib qabri oldida yugunib o'ltirib, cho'lg'an chochlarini siqimdab yig'lamoqda. Ana, qiz onasini yodlab, ko'zlaridan yoshlar to'kib yotgan bir kechasi qari boqining badbashiri o'g'li kirib keldi. U bo'ri qo'yga xiris qilib yugurgandek qizga etildi. Qiz varqirdi. Uning bilan chelishdi. Buvay qizning ovozini anglab kirib, qizni qutqizdi. Bosqinchini ayblab chiqarib yetib, qizni o'zining yeniga elib chiqib ketdi. Shuningdan keyin qiz buvayning kapsida yotadigan bo'ldi. Qizning xiyoli mush yerga kelganda, oldidagi tom guldirilab o'rilib, qizil ola bulutlar ichida oq sochlari chuvilgan, uzun oq ko'ngla kiygan onasi paydo bo'ldi. Qiz cho'chimidi, lekin qattiq hayajonlandi. U yog'inchoqni aylantirishdan to'xtab, qo'llarini onasiga so'zib, yoshlar to'kdi. Ana, jinim ana, men qanday qilaman? dedi. Jiningni chetga ol, qizim, o'zingni asra, dedi ona va o'ng qo'lini egiz ko'tarib
qizi bilan xo'shlashib g'oyib bo'ldi. Qizda to'yiqsizda ajoyib kuchlik g'ayrat paydo bo'ldi. U qo'shimisini turib, mushtirni turdi. Jinimni chetga olaman. Qochiman. Chilishiman. Dedi u o'z-o'ziga g'azab bilan. Uning ko'zlaridan nur chaqnagandek bo'ldi. Tishlari g'uchildab ketdi. U badanida qandoqdir bir yengillik his qilib, o'rnidan dast qopdi. Ko'ngli ozroq bo'lsa-mu ko'tarildi. Qochiman. Bu tunakdan uzoq joylarga ketaman. Dedi qiz. Uning mushtari teximi ching turildi. Yosh kelin xiyol dengiziga teximi cho'nqur cho'kdi. U ko'z oldidagi suratlarning to'xtab qolishidan qo'rqatdi. Chunki u shirin xiyollarga yaqinlashgan edi. Panjara pardasida suratlar to'xtamadi. Yangi suratlar paydo bo'ldi. Qiz yugurgancha buvayning uyiga berib uni o'yg'atdi. O'zining qichish niyatiga kelganligini, onasining ro'yi madad berganligini aytdi. Qizim, qoch. G'ayratingga barakalloh. Dedi buvay ancha o'ylab o'ldi. Keyin qachon qochsan? Nega borasan? deb so'radi. Mushkicha. Hozirla. deb javob berdi qiz keskin holda. Lekin qayerga berishimni bilmayman. dedi u nog'olalik bilan. O pastog'ning u yoqida mening bir nomrod buvay do'stim bor. Uni kishilar Adgu buva deb otishdi. U tog' bag'rida bir yolg'iz uyda o'ltirdi. Eshik oldida bir tup terak bor. Sen berib shuni top. Keyin sen qandoq tirikchilik qilasan? U sana yo'l ko'rsatdi, dedi. Ana, yerim oydin jimjit kecha. Ishlarning havishlarla anglanib turdi. Beshini yirtiq yog'liq bilan ching tengib olgan, jul-jul ko'ngligining ustidan bir chegi bilan belini bog'lab olgan qiz tayoq tayinib, mudirib, cho'qirib ketib bordi. U beligicha suv kechib o'stanglardan o'tdi. Do'ngi chiqdi. Pastga tushdi. U yalang oyoqlarining tilinib, qon oqqiniga qarmay g'ayrat bilan ilgirlamoqda. Ana, u hosirab, o'midab, targa cho'kib, kichik tog' ustiga chiqdi. Ozroq dam ilib tövalladi. Qiz tongga yaqin oxiri terak oldidagi yolg'iz uyning eshigini qoqdi. Bir ozodin keyin buvay eshikning lokini echib chiqdi. U qiz bilan ozroq so'zlashgandan keyin qizni uyga sharatlab ishkirib mo'ndi. Qiz uning kaynidan agashdi. Tog' orqasidan ko'tarilgan tong nuri go'yo qizdan hol so'ragandek g'ayribona yolg'iz uyni qizg'ish qo'yniga oldi. Qiz isyon qildi. Qochdi. Do'zaxdan qutulish yo'lini topdi. Go'yo u buvayning ishikining baxtiyor bo'sug'isidan ichkari kirdi. Biroq
Qiz qochdi, lekin qutulmagan edi. Ana, buvayning uyida qiz ko'ni yotqonga o'rinib, shirin uxlamoqda. Atisi tushga yaqin bo'lgandimi, u uyg'onmadi. Bechora kecha azobliq yo'l yurib horg'an emasmi? Oqshom bir kechila emas, umrda oram xudo uyqu ko'rmagan qizg'u. Uxlamam degan. Buvay atigan qo'pib, qizning chiroyli uxlayotganligini ko'rib, asta chiqib, eshikni teshidan qulflab, o'z ishiga ketgan edi. Bir vaqtda odamning varqirishimi yoki eshik urildimi, ishqilib bir qo'rqinchli ovoz qizni cho'chitibdi. U oron ko'zini ichib, ishning nima ishkanligini bilolmay turadi. Dahshatli bir ovoz bilan eshik taroqlab ichkirisiga o'rilib, ikki parcha bo'ldi. Birisi eshikni dastlab uyga kirib keldi. Esini bilolmay turgan qizning ko'ziga ot boqquchi buvay so'zlab bergan cho'chakdiki, deviga o'xshash bir narsa kirayotgandek ko'rinib ketdi. Qiz o'rnida o'ltirib, yotqonni beligacha o'rab titraydi. Ongochi u do'lisiga tekkan qamchi zarbasidan tishlarini ching tishlab, to'lg'inib dast qopdi. Endi u oldida ko'zlarini olaytib, tumshqini o'mallab, qo'yga etilg'ili turgan bo'ridek o'miyib turgan maxluqning zo'migar qari boqining o'g'li ola boqi ishkanligini ochiq ko'rdi. "Aha, qechib qutulaman dedingmi, pastidek?" dedi ola boqa qamchisini aylantirib qizga yiqilishib. "Qo'limga tushdingmi, ha?" U varqirab, qamchi bilan qizning bosh ko'ziga urishga boshladi. Qiz bir necha qitim urilgan qamchidan yuz-beshini qo'llari bilan to'sadi. Keyin qamchini yo'gab tutdi va Endi men sendan qo'rqmayman, odam yeydigan bo'ri. Eshak emasman, dedi. Qiz qamchini ikki qo'llab tutib, qattiq tortdi. Oshunda g'azab bilan chopsan harakat qilgan ediki, qamchining qandoqcha qo'liga o'tib qolganligini o'zimi bilmay qoldi. Ola boqining beligidagi qamchi sepining tasmasi uzilgan edi. U orqasiga dalduginib ketdi. Qizning qiyofatidan rostla qo'rqinch ko'rinadi. U bir qo'lida qamcha, kuchini to'plab dushman bilan ilishishga tayyor turadi. Ola boqa hujum qilib kelishiga qiz qamchi bilan uni toza soldi. Lekin ola boqa qizni yiqitdi. Ustiga meni bilib qizning yuz ko'ziga urishga boshladi. Qizning og'zi burnidan qon oqdi. Qiz yinida turgan bir yerinde o'tinni asta oldi va ola boqining beshiga kelishtirib soldi. Ola boqa voy degunicha qon eqivoqqan peshonasini tutdi. Qiz uni tepib o'rib etib eshik tarafga qochdi. Lekin qiz qocholmadi. Ola boqa orqasidan kelib, uning cho'vilgan sochlaridan tutib oldi. Qiz beshini orqasiga egib dojidi. Ola boqa uni o'rib dum yiqitdi va qo'ynidagi kandir toni bilan qizning qo'llarini orqasiga qilib bog'lab oldi. Endi boshqa ko'rinish. Ola boqa ot kerilib o'ltirib kelib o'tadi. Qo'llari bog'langan qiz oldida. Uning kaynida tog'dan halqib yo'tig'i tushganda oqshom bu yerdan qandoq mong'olligi qizning esiga keldi. Keyin uning ko'z oldiga buningdan 11 yil burun mush yerda qo'llari orqasiga bog'liqliq onasining peshini tutib, so'kildab ketib borgan kichikligi keldi.
uning g'azabi toshdi. Yani şu azaplar. Anam piccare. Dedi ishchida. Mangmayman, yerip ketdim. Deb o'ltirib oldi. Undan keyin Oluboqa qizning qo'llarini oldiga qilib bog'ladi. O'zi arg'amchining uchini tutgancha otni choptirdi. Qiz ozroq yugurib baqdi. Keyin yiqildi. U so'rilib, urilib, birpas o'tgandan keyin esini bilmay qoldi. Uningdan keyingi ishlarni Hojibning qarug'chisi ta'sirli qilib so'zlab bergan edi. U ish qizning yodidan zodi chiqmaydi. U o'zi ko'rmagan shu voqeani yana o'yladi. Ana, panjara pardasidagi suratda tog' bog'rida kelayotgan ikki otliq kishi paydo bo'ldi. Oldidagi qelin soqol burutliq, chaqqon kiyinib, beliga xanjar esib olgan kishi qamchisini o'ynatib, to'riq etini yo'rg'ilatib ilgirlamoqda. Qilichliq bir qoriqchi yigit uning orqasidan qori etini choptirib kelmoqda. Ular tor yo'ldan to'pi to'zitib yeziga yiqinlashganda, oldidagi otliq yiroqroqda yon yo'lda bir otliq odam bir nimani so'ritib ketib borganligini ko'rib, etini to'xtatdi va orqasidan amdi yetib kelgan qoriqchidan so'radi. Qara, o odam bir narsani otga so'rtib ketib bordi. U nimidi? Ko'rdingmi? Ha, ajab, ko'rdim. Yog'ochga o'xshamdi qandoq? Yo'q, yog'ochga o'xshamaydi. Berib ko'rib boqayli. Ular shu yoqqa ot choptirishdi. Borgancha ro'shan ko'rindiki, otliq odam bir ayol kishini so'ritib ketib beribdi. Ajib, etiga yana qamchi urib yiqillashdi. So'ralgan odam bog'langan og'amchini bo'ylab chopdi. Keyin belidan xanjarni chiqarib, og'amchini kesib tashladi. Sen uni bog'la, dedi Hojib qoriqchiga. Cho'chib ko'zlarini ichib, orqasiga buralgan Oluboqani ko'rsatib va o'zi otdan tushib, so'ralgan odamning yeniga berib ingishdi va so'zilib dum yotgan odamni o'ngda qildi. U ko'rdiki, kiyimlari yirtilgan, tizlari, qo'rsoqlari va yuzi tilinib, qonga melangan bir qiz edi. U qizni medirlatib boqdi. Ko'z ochmadi. Darhol to'mirini tutgan edi, o'lmaganligi bilindi. Hojib o'lim holidagi bu bechora qizga qarab qamirlamay o'ltiradi. Uning tishlari g'o'chirlaydi. Mushlar to'giladi. Ko'zlaridan o't yonadi. "Mana, uni bog'ladim, Hojib", dedi qoriqchi qo'li orqasiga, putlari o'zangi bilan qo'shib, otning qo'rsqidan o'tkazib bog'langan ot ustidagi Oluboqani ko'rsatdi. Hojib g'azablangani bo'yicha o'rnidan qopdi. Nashtardek nazarini ot ustida titrab o'ltirgan Oluboqaga tikdi. Shu topda u bu maxluqni xanjir bilan pora qilib o'tkisi keladi. U etiga mindi. "Mao chopanga qizni o'ra", dedi qoriqchiga ustidagi yaktikini yechib tashlab berib. "Asta, avayla. Ha, bo'ldi, akal meni oldimga." Hojib behush jonni eti oldiga oldi va uni quchoqlab etini oldiga devidi. Qoriqchi etiga minib, Oluboqani eti bilan yetilab mangdi. Qiz xiyolidan natija chiqargandek cho'nqur nafas ilib yengilladi va chiroyi echildi. Lekin uning xiyoli tugamagan edi. U keyingi yillardagi baxtli kunlarni
qandaqmı unutiy olasan? U Hojibning oy sho'lisida parqirab, teg'imi chiroyli bo'lib ketgan ikki mangziga zo'q bilan kulimsirab qarab qo'ydi. U yana xiyol qiladi. U panjaradan yuziga tushgan kun nurida ko'zlarini chimilditib ochdi. Uyning to'risiga va atrofga qarab, o'zining ko'ziga ishonmay qoldi. Pokiz, ikki panjirsi kun chiqishga qarab turgan chiroyli bir uy. U ustiga bir qizil oligullik yotgan yepingan holda karvatda o'ngdisiga yetibdi. Qiziq ish. Umumu tushimmi? Meni olib o'qa otqa so'rtib ekitib boradi. Bu uyga qandaqchi kelib qoldim? Xalidi gap. Qiz uyqusiga qiynibdi. Albatta qonidi. Butun bir tun va yarim kun uxlaganligini u o'ylabma baxmaydi. U o'yla, qachonda birsi kiyimlarini yirtib, teniga so'g'oq bir narsani surtganda, vujudi qattiq og'rib varqirganligini esladi. Uning beshi zangildidi. Peshonasini tutsa, beshi, yuzi qetish oq loti bilan ching o'rab qo'yilgan ekan. U osta yotqanni ochgan edi, ustiga oldi etik uzun bir oq ko'nglik kiydirilib qopti. Ko'nglikni ko'tirib qarab edi, mayda qo'rsoqlari, putpaqalchaklarining bir qancha joylarimi shundoq oq lotilar bilan bog'langanligini ko'rdi. Bu ishlarni mengisiga sig'dirolmay o'ngdisiga yetib, to'risga qarab qattiq o'yladi. U hatto eshikning ochilganligini sezmadi. Voy qizim, uyg'onibsan-ku, degan ovoz uni cho'chitibdi. U beshini burab, eshik yoqqa qarab, yeniga kulib kelayotgan bir ayolni ko'rdi. U qo'rqib, putlarini yig'ib, ozroq qo'rindi. Lekin ayolning kulimsirgan mehrlik chiroyi uni tinchlantirdi. U nima qilishini, nima deyishini bilolmay, hayronlik bilan ayolga qarab qoldi. Yaxshi uxladingmi qizim? dedi ayol bir o'rindiqni karavot yeniga qo'yib. Ha, ko'zlaring joyiga kelib qopti. Obdan uxlading. Men tun bo'yi bir necha qitim kirib qaradim. Shunda qattiq jo'yladingki, qari bosdi bo'lg'ay. Gayida varqirab yig'labmi ketding? Gayida injiqlabmi qo'ysan? Ishqilib obdan uxlading. Atigandan beri qimirmi qilmading? Qini, yuqoriroq ko'tarilib yo'lan. Yana ozroq. Endi bo'ldi. Tanlaring og'riyotamdi. Og'riydi. Albatta og'riydi. U chiroyini purishtirib, qiynalayotgan qizning beshini siladi. Oqshomgi holingni Xudo ko'rsatmasin. Yerim o'likjon edim. Qiz un chiqarmay, hayronlik bilan ayolning siyog'iga qarab, uning so'zini anglaydi. Ayol uningga borgan siri issiq tuyulishga boshladi. Uning ko'z oldidan beshini silab turgan onasining mehribon qiyofati o'tib ketdi. Ayol mehribon ekan. Lekin u qandoqmi onasiga o'xshasin. Ona degan ona-da. Ammo qiz umrida ot boqar bovoydan boshqa o'ziga bundoq mehribonlik qilgan yana bir kishini uchratmagan edi. Yaxshi kishi ekan. Dunyoda shundoq odamlarmi bo'ladi ekan, ha? Ammo bu ayol nimishqa bundoq siyliqlik qiladi? Boshqa bir gap bo'lmasin yana. Qiz
qo'lida suv va lungi ko'tirib kelayotgan ayolga qarab ozroq dojidi. Ayol uni sezmay so'z qilg'ash kelaverdi. Endi yüz gözlerini tazalash gerek. Qo'rsqoqma toza ochdi tayinliq. Qani, qo'llaringni akel qizim. Ayol qizning qo'llarini lungi bilan surtib tozaladi. U so'zlabda turadi. Voy, nima degan ish bu? Qara lungining qop-qora bo'lib ketganini. U lungini yuyib, qizning yuzini tozalashga kirishdi. Endi yuzingni. Bechora. Yuzingning tozlaydigan yerimi asli qopdi. Kerak yo'q. Mana, tozalandi. Qara qizim qosh ko'zlaringni. Axlatdan chiqqan oltindek bo'lib qolding. Ayol qizning tengilmay qolgan yerim peshonasi bilan qosh ko'zini va yerim ikki mangzi bilan ig'iz burnini avaylab, qayta surtib tozlagandan keyin qon aralash loylari yo'qolib, qo'shmi qoshlari orasidagi qo'y ko'zlari, oppoqqina yerim mangzi, qangshorliq burni, medirlamay turgan suzukkini lavlari rastilla axlatdan chiqqan oltindek parqirab ichilib chiqdi. Ana, men hech narsani tushunmayman, dedi qiz onaning qo'llarini tutib. Ayting, men qayerda? Siz kim bo'lasiz? Senma? Sen qizimsan. Ishni osta ichib, put uchi bilan dasab qoriqchi kirib keldi. Qiz uni ko'rib, teni aymingandek bo'ldi. Keldinglarmi? Kel, qara qizimiz uyg'ondi. Rostini aytganda terildi. Qizim, mana bu seni qutqizgan kishining birisi, Hojib akangning qarig'chisi. Sami kel balam. Bu qizga hammani so'zlab ber. Men tamoq tayyorlab kiray qizim. Sen hussiz yotganda nimalar bo'lganligini musha akang so'zlab berdi. Ayol chiqib ketdi. Qoriqchi o'rindiqqa o'ltirib, kulimsirab qizga qaradi. U yuqorida aytilgan tunugin bo'lgan ishni ta'sirli qilib so'zlab berdi. Qiz hayajon ichida qoriqchining so'zini angladi. U Hojibga, qoriqchiga, mehribon onaga ichidan qaynab turgan minnatdorligini aytib tugatalmaydi. Uyg'ondimi? degan ovoz anglandi. Ongacha kelishgan quyuq qora soqol burutliq qiz tonimaydigan bir kishi kirib keldi. Uyg'ondi, dedi qoriqchi o'rnidan qo'pib, o'rindiqni karavotga yaqinroq surib. Sizni qutqazgan Hojib degan akangiz. Qiz dast qo'pib Hojibning oyoq ostiga yiqilib rahmat aytqusi keldi. U qo'zg'aldi, lekin tallari og'rib, tishini tishlab, ko'zlarini yumib, yana orqasiga yo'landi. Hojib qizni tinchitdi. Qo'zg'almang singlim. Sizga hozirda qo'zg'alishga bo'lmaydi. Rahmat sizga Hojib aka. Qizning uzun kirpiklari orasidan so'ngib chiqib, mangzidan do'milgan yosh tomchilari zotila to'xtamaydi. Lekin uning qora ko'zlari, suzuk lavlari kulimsiraydi. Rahmat degichilki yo'q singlim. Biz sizdek tuman minglagan dedek ko'nglarning zari quloqsanmidik. Bizning javobgarligimiz bor. Yaxshi demilang. Endi sizni hech kim bizdan tortilib ab chiqib ketolmaydi. Qiz kuladi. Xushalliq yoshlari to'kiladi. U Hojibning samimiy, oliyjanob so'zlariga qandoq javob qaytarishni bilmaydi.
Ona bir patnosda bir çögün çay, bir hicir qaymoq, bir qatlımı non ko'tarib kirdi. Bo'ldi, endi qizimni hordirib qo'ymanglar. Qolgan gaplarni oldirmay so'zlashib olamiz. Ha, qani chiqinglar, men qizimga tamoq beray. Boludu, chiqimiz. Mana bu kishi mening hammacham boludu. Sizmi hammacha desangiz boludu. Rostla sizning ismingiz nima edi? Mening ismim yo'q. Anam balam deydi. Qo'ldarlar dedek deydi. İtingiz yo'q ekan-da. O'yladi Hojib. Ishporgul deb ot qo'ysa qandoq? Voy, ajab yaxshi ot bo'ldi bu. Hammacha kuldi. Xo'sh, Ishporgul. Hojib qoruvchi bilan chiqib ketdi. Hammacha Ishporgulga avaylab tamoq yegizishga boshladi. Ishporgul xiyolini uzib, o'rilgunicha o'ngda yotdi. Chiroyida kulimsirash paydo bo'ldi. U mugdavatqanligini sezdi. Sol yiniga o'rilib, o'ngda yetib uxlayotgan erining maydasiga qo'lini qo'yib, zo'q bilan uning yuziga qarab yotdi. Kirpiklari ilinib, keyin uxlab ketdi. Ishporgul ilik Hojibning uyiga kelgandan keyingi baxtli kunlarni hamisha xushallik bilan aslaydi. Bugun jiq xiyol qilib hordi bo'lg'ay uyqusi kuchli keldi. Ishporgul 3 oy bo'lay deganda yarasi saqiyib o'rnidan qopdi. Ammacha uningga o'z qizidek ko'yinib boqdi. Hojib har kuni atiganda ishga chiqish oldida bir qaytim, oqshimi ishdan qaytganda bir qaytim kirib, hol so'raydi va xat o'gitadi. Go'yda yenida o'ltirib, kitoblardan qiziqarli hikoya qo'shiqlarni o'qib beradi. Ishporgulning kundan kunga ko'zi echilishga boshladi. Yangi ishlarni bildi. Xatmi to'nib, Hojib aytib bergan jumlalarni osta yoza oladigan va hajilab o'qiy oladigan bo'ldi. Bundaq vaqtlarda ishkilisi xush bo'lib kulishadi. Ishporgul saqiyib o'rnidan qo'pqandan keyin hammacha uni yuyib tarab kiyindirdi. Keyin u Ishporgulning umrida targ'oq süzgüch ko'rmagan chochlarini avaylab yeshib taradi. Beliga tushgan qora chochlar qizning jamolini ichivatdi. U qizga Xitoy tovuridan tikilgan ko'nglakni, gullik qizil bo'kni, gullik po'chishni kiygizdi. Endilikda uning oldida oy desa oy emas, kun desa kun emas, shundoq bir soyib jamol paydo bo'ldiki, hammacha hayron qilib ko'zlarini cho'ng ochdi. U bundoq go'zalni ko'rmagan. Faqat cho'chaklardagi parilarni shundoq o'z deb anglagan edi. U kayniga chekinib, qizni bir oylinib chiqdi va qizim, parini go'zal deydikan, umi sanchilik go'zal bo'lmas. U shiradagi kichik ko'zguni ilib Ishporgulga berdi. Mana o'zingni ko'rib baq, Ishporgul. Qara bu itingni akang o'zingga toza loyiq qilib qo'yibdi. Endi axlatdan chiqqan go'har bo'ldim. Ishporgulmi o'zini ko'zgudan ko'rib, deb demini ichiga tortdi. O'ziga ishonmay ko'zguda uyoq bu yoqni qarab, "Voy, ammacha, bu menmi? Yo'q, ishonmayman. Bu bek güzel qiz. Ammacha, bu qandoqmi men bo'lay?" U ko'zgini aylantirib orqasiga qaradi. O'zi ko'rinmagandan keyin yo'qib ketmagaydi deb qo'rqqandek darhol ko'zgini o'radi. Yana o'zini ko'rib xush bo'ldi.
Yo'q, hammacha, bu qandaqmi men bo'lay? U rostilla o'zining ko'zgu aksini tanıyolmaydi. U ko'zgu degan narsani ko'rmagan. Yuz ko'zlarini bog'liqlik vaqtida hammacha bir kuni ko'zgudi ko'rsatganda cho'chib ketgan edi. Bir narsaning ichida odamning ko'ringanini u tushunmagan edi. Keyin hammachining tushuntirishi bilan bilib qoldi. Lekin heliq kuni ko'zgudi ko'rgan o'zi buningga o'xshamaydi. U yana sinchilab qarab, qosh ko'zlarining, kolpuk tishlarining o'xshab ketganligini ko'rib, ozroq ishongandek bo'ldi. Men bilmagan ishlar chiq o'xshaydi, dedi u ichida. Bu sen qizim, ko'zgudi ko'ringan xuddi mening oldimda turgan Ihborgulning o'zi. Ko'rdingmi qizim, sendek sonsiz g'unchilar zolimlarning zulmida echilmay qurib ketgan. Qiz shu topda o'z onasining bo'yniga esilib, xushalligiga onasini sherik qilmoq bo'ldi. Lekin iloji yo'q. Uning oldida xuddi onasidek beshini silagan, onasi qilolmaydigan choralar bilan uni saqaytgan hammachisi turadi. U hayajon ichida hammachini quchoqladi. Jinim hammacha, anam bo'lsa qanchalik bo'ladi? Siz mening anam, qadrdon anamsiz. Uning yoshlari to'kiladi. Hammachimi ko'z yeshi qildi. Shundoq qizim, men sening onang, ko'nglingni yerim qilma, dedi u. Shundoq qilib, Ihborgul bu oilaning rost Ihborguli bo'lib ketdi. Uzoq o'tmay, Hojib uni qizlar o'quliga berdi. U shundoq tirishib o'qidiki, o'zini mansitmagan goyi so'latlik qizlardan o'tib ketdi. Ilgirki o'g'il qizlar billa o'qiydigan o'qul keyingi kunlarda islom o'limolarining fatvosi bilan ikkiga ayrilib ketgan edi. Qizlar o'quli cho'ng madrasada emas, boshqa bir bog'liq hovlida edi. Bu o'qulga Qunduz boshchilik qiladi. Hojib Oydin yulduzlar dars beradi. Bilgi tekin goyidi kelib Oydinga yordamlashib tarixdan so'zlab beradi. Bilga bir necha qitim kelib diniy dars bergan edi. Keyin ba'zi qizlarning noroziligi va zonliq qilishidan qechib kelmaydigan bo'lib ketdi. Bo'libmi u oxirgi kelganida ayollar yerim odam, ular erlar bilan tang bo'lolmaydi. Ular Odam alayhissalomning so'l qovurg'isidan yaratilgan, deb so'zlaganda qizlar uni toza zonliq qilib kulishgan edi. Ilik Hojibni bo'lsa qiz o'quvchilar yaxshi ko'radi. Uning adabiyot darsini qiziqib anglaydi. Uning islom dinining ayollar to'g'risidagi ba'zi qoidalariga qarata aytadigan so'zlari qizlarni qiziqtiradi. Diniy ko'z qarashlar aslidagi bir butun o'qulimizni ikkiga ayirib etdi, dedi u o'qul bo'lingandan keyin. Mushusi yaxshi bo'lmadi. Musulmonlarning onasi Hazrati Oysha radhiyallohu anha nihoyat bilimlik ayol edi. U Rasulullohning hadis shariflarining chilligi yoki soxtaligini ayirishda keyingi kishilar uchun nurg'un ilmiy emgaklarni qilgan edi. Shuningdan tashqari u mayli qandoq sabab yoki qaysi muddo bo'lishidan qat'iy nazar bu sabab va muddalarni damashqliklar bilan kufrliklarning qandoq sharihlashidan qat'iy nazar to'ga urushi qatnashgan edi. Buningga qatnashganligini aytishlik sabab shuki, ayollarmi, yana kelib Rasulullohning xotini bo'lgan ayolmi taloni tarik qilmagan.
u qatnashgan urushlarmi shu bir qitim emas. Bizning xotin qizlarimizmi shundoq qilishi lozim. İlik Hacibning bundoq so'zlari o'quvchi qizlarga yoqatdi. Uyda din o'ginadigan goyi qizlarga yoqmasa-mu, ular gap qilolmaydi. İpargül o'qilda 2 yil o'qib, uning ustiga uyda akisidan o'ginib, xeyli narsalarni bilib oldi. U ota-onasining va sonsiz qo'llarining nemishqi do'zax azobida o'lib ketib borganligini, sonsiz ko'ngildeklarning echilmay qurib ketib borganligining ma'nosini endi oz to'la tushundi. Endi u o'sha bechoralarni ko'proq o'ylaydigan bo'ldi. Keyingi vaqtlardan beri u akisi bilan bu to'g'rida jiqroq paranglashadigan bo'ldi. U o'qigan darslar ichida Hojib beradigan adabiyot darsiga jiqroq qiziqadi. Hojib buni tushunib, uningga adabiyotni jiqroq o'rgatadi. Qiz asta-asta she'r beyitlar yozadigan. Yozgan narsalarini naqshlarga qo'shib aytadigan bo'lib qoldi. Yaqinqi vaqtlardan buyon İpargülning ichki dunyosida o'zimi tushunolmaydigan qandoqdir yangi kayfiyat paydo bo'lishga boshladi. U nimanidir orzu qiladi. Kimnidir ko'rgisi keladi. Uning qandoqdir g'alati tuyg'ular bilan she'r yozg'usi, naqshi aytqusi keladi. U shundaqmi qildi. Lekin nemishqido uning ko'ngli yana besilmaydi. Tutqili bo'lmaydigan, bilgili bo'lmaydigan bir g'ayriy narsa uning cho'risida aylanib yurgandek va uni g'idiqlagandek qiladi. Bir jup o'tkir qora ko'z uyoldirib uning ko'ziga tikilgandek qiladi. Nima degan o'tkir ko'zlar bu? Hem yiqimliq, hem dahshat. Uni uchratmagan yaxshi. Mushundoq o'ylar bilan yurgan kunlarning birida u orqa bog' yoqdiki peshayvonda choy ichib o'ltirgan Hojibga u so'rgan kitobni ilib chiqib berayotganda uning ko'zlari tikilib qarab turgan oshu bir jup qora ko'z bilan uchirishib qoldi. Uning teni jo'g'idi qilib ketdi. Qiz qaytib qolgandek qimirlamay turib qoldi. Hojibmi qodilib turadi. Shu topda ikkilisi dunyoni unutgan. Ikki jup ko'z go'yo bir-biriga o't yolqinlarini chachatdi. Erkilatdi. Kulatdi. So'zlashadi. Chaqnab turgan bu nurlar ichidagi ovozsiz so'zlashlar bilan bu ko'zlar bir-biriga yurak sirlarining ma'nosini echib beradi. Bir-biriga rishta tortadi. Bu ko'z nima degan kuchlik barqiraydi. Yilqi g'oyib ko'z mushi bo'lmasin yana. İpargülning yuragi do'ppildab ketdi va esiga kelib ko'zlarini yulib oldi-da, burilib uy tarafga mangdi. U eshikni yepib o'tib, orqasiga yerim burilib, kulib turgan Hojibni ko'rdi va kulimsirab ichkari kirib ketdi. U o'zining yotiqiga kirib, karvatga o'ltirdi. Uning qizargan yuzi kuladi. Chechilma, lekin erkulatguchi xiyollar uni chirmib oldi. Heliqi bir jup ko'z oylanib, uning ko'zlari udulida to'xtaydi. Yana ketib qoladi. U ikki qo'li bilan yuzini etib, karvatga o'zini tashlab o'tdi.
İlik acep, kız kirip ketken işikке bir pes qarab turdi da, pisingidi kulib qo'ydi va bir aylanib o'rniga o'ltirdi. Onundamı chechilma xiyol. Ko'z oldida bir jup kulgunchak xumar ko'z. Qiziq. Ajab bir ish bo'ldi bu. Men nima qildim? Uning qo'lini tutib qo'ydimmi? Qo'llarimiz hamisha tutishadigan bundoq ahvol bo'lmaydi. U uzoq o'yladi. Aşık məşuqlarının hər xil hikoyalari ko'z oldidan o'tib ketdi. Ha, sevinch degan mushu ekan-da, dedi u o'z-o'ziga. Elikning yeshi 30dan eshib qolgan bo'lsa-mu, bo'ytoq edi. Dadasi, Sutuqning dadasi Bozirxonning cherik amaldori edi. U otasidan kichik qoldi. Bola chog'ida tul onasining qo'lida o'sdi. U 6 yoshda maktabga kirdi. Yangi chopsan o'sib bordi. 12 yoshida zeraklik bilan bolalarni, o'qituvchilarni hayron qoldirdi. 18 yoshga kirganda dadasining do'sti Botir tog'ining chaqirtishi bilan O'rdikentga kelib, Sutuq Aristonlar bilan birer yil o'qidi. Sutuq uni yaxshi ko'rib do'st qilib olgan edi. Keyin u bola chog'indagi o'qulning O'rdikent o'quliga qaraganda ortiqlikni bildi. Onasini mo sevindi. Shuning bilan Sutuqqa qaytib kelishga va'da berib, qaytib ketdi. Bola chog'ida 5 yildan ortiq o'qidi. Bu kunlarda onasi o'lib ketib, hammasining qo'lida qoldi. U o'qib obdan yetishdi. Uning o'ylaganlari, talablari o'qul darajasidan eshib ketdi bo'lg'ay, oxiri o'qul uni qanoatlantirolmadi. Uning dunyoga qarashida, kishilik jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga qarashida, odamlarning tangligi va erkinligi to'g'risidagi qarashida yangi masalalar paydo bo'ldi. Bu masalalarga hamda uning o'qituvchilari qanoatlanarlik javob berolmaydigan bo'lib qoldi. U bir mezgil Aristotelga cho'qindi. Uningga qoyil bo'ldi. Ammo ba'zi masalalarga Aristoteldan to'liq javob ololmadi. Farabi uni xeyli qoyil qildi. Uningga muxlis bo'ldi. Ammo u Farabimi topolmay ketgan dunyo sirini ichishga niyat bog'ladi. Shunga u o'ylanish, oila, hatto xizmat degan narsalarni o'ylamaydi. Shundaqdimi Sutuqning qayt talabi bilan hammasini elib Qashqarga ko'chib keldi. U rad qilolmay o'rdiga hojibmi bo'ldi. O'qituvchilikni eng yaxshi ko'radi. Lekin o'ylanishni xiyollig'imi keltirmagan edi. Bu ajab ish bo'lmadi. Tabiiy ish bo'ldi. Sevinch oxiri uni yangdi. Uning sevinch oldida taslim bo'lmay iloji yo'q edi. Bir jup erkilatguchi qo'y ko'z uning yuragini shundoq ablab chongiliga oldiki, qiyni uning qo'llaridan. Yo'q, uning yuragining chirma olgan rishtalardan qutula olsinchi. Sevinch shundoqmi kuchli narsami? Dedi u ichida va taslim bo'lganligiga qoyil bo'ldi. Qoyil bo'lmay ilojingiz qancha? degan bir sho'x ovoz uning quloqlari yenida jarangladi. Heyliqi erki ko'zlar yana lop qilib chaqnab o'tib ketdi. Kuzning bir yiqimliq kuni. Hojib ishdan qaytib Iporgulning yotiqiga kirib chiqdi.
u eshikdan chiqishiga İpargül bağda balam. dedi hammasi. Hojib bilan Ipargulning bir-birini izdishadigan bo'lib qolganligi endi hammasiga sir emas edi. Bundaq izdishlarni ko'rganda hammacha xush bo'ladi. Hojib boqqa chiqib, peshayvondala Ipargulning yenik ovoz bilan aytayotgan mumnuq naqsini angladi. Qarasa, bog'ning o'rtasidagi chinor daraxtining ostida Ipargul yiroqdagi daraxtlarga qarab naqshi aytib etibdi. Daraxt orasida qushlar xuddi Ipargulga tankash bo'lgandek sayrayotganligi anglanib turadi. Hojib putining uchida osta mengib kelib to'xtadi va naqshini angladi. Sayrisa sandulaç səhərdə gül külüb bərdi cavab. Cilvə qıb açdı camalın, at tüküz nazlıq qarab. Kim bilir bilgənmüdü o ğunçi gülnің sarını. Bilməsə gülgü uval, qaqşatmağay dildarını. Köz yeşi şəbnəm dimən, nur çaqnağan gül bərgidə, tamçılar mın tamçılar, gül g'unchilar yo'q arkida. Hojib yaqinroq kelib, shu ohangda naqshi bilan Ipargulning naqshisiga javob berdi. Sandulaç telmirdi küttü, ta tangıca gülge qarab. Sayridi xandan urup, gül g'unchidin olg'ach javob. Sandulaçdin özgi bilmez, gül çimenning dadini. Sevinç bolğanda bilir, sevginin peryadını. Çaqnıgan şebnemde kördü, sandulaç öz eksini. Sevgi tumarın isip, bizendi rastlap bestini. Hojibning naqsini anglab, uyilibgina qopqan Ipargul kulimsirab Hojibga yaqin keldi. G'azalga usta ekansiz, ha? Men birinchi qitim anglabdiman. Biroq siz kishining g'azlini yoshirin anglaydi ekansiz. Kişinin g'azlini emas, gülning dadini. Ha? Gülning dadini sandulashdan o'zga bilmaydi ekanda. Bununla ishinaman. Lekin sandulash gülning nur chaqnagan bargiga texi qo'nmadi demoqchimisiz? Qiz qizirib, osti qalpikini tishlab, beshin töven ekdi. Ular bog'da qorong'u tushguncha shirin paranglarni so'zlashib o'ltirishdi. Agar hammacha tamoqqa qishqirmasa, qachongacha o'ltiratdikin tang. Bu ikkaylarning bundan keyingi turmush ahvoli, ishqilib, ordu ishi, maktabda o'qish. Biri ustoz, biri shogird, biri aka, biri singil, biri sandulaç, biri gül bo'lib davomlashdi. Odamlarmi borgan sari pishib bordi. Muhabbatmi yetishib o'sdi. Oxiri ular bundan bir hafta burun to'ymi qilishdi. Ularning to'ylari unutilmas, ko'ngillik bo'ldi. Sutuqbug'raxonning Xonish Oydin bilan o'z do'stlarini boshlab bu to'yga kelishlarini ular o'ylabmi baxmagan. Sutuq do'stini va kelinchakni chin ko'nglidan tabrikladi. Oydin Ipargulning bo'yniga parqirab turgan yeshil monchoqlari bor kumush tumar asdi. Yulduz uning bo'yniga qizil shoyi ro'mol bog'lab qo'ydi. Ipargul texmi go'zallashib ketdi. Ular to'y qildi. Maqsadlarga yetdi. Lekin bu ularning oxirgi maqsadlari emas edi. Hojib aytgandek, ular boshqa sanduloslar bilan tang sayrashi, boshqa gullar bilan tang ko'lishi kerak edi. Mana bu ularning oxirgi maqsadlari edi. Ular
bu maqsadlari uchun uzoq vaqt nurg'un jafoliq kurashlarni qilishlari kerak edi. Ammo ular oshu tang sayrash, tang kulish maqsadiga yetalamdi yo'q. Buningga aniq javob berguchi texi yo'q edi. Balasag'un ilik xolliqi tavasida kutgan yerdan vaqa chiqdi. Talos yoyliqi oymoq boshliqi Og'abi to'polon ko'tirdi. Og'abi xollar jamiyatidan bo'lgan boy chorvador edi. U sobiq xon vaqtida o'rda amaldorlardan bo'lib, doim yuqori o'rdashga urinib yuradi. Arslan ilik xon bo'lgandan keyin u ham andish qildi, ham norozi bo'ldi. Chunki Arslan ilikning odilligi bilan uning shaxsiy g'arizi chiqisholmaydi. Arslan ilik uningga o'rdidan mansab bermadi. Og'abi qiydab yurib yurtiga ketmoqchi bo'lganda, xolliq uni Talos yoyliqidagi ulus oymiqining boshlig'i qilib tayinladi. U o'z yurtimga bosh bo'lish o'rdida o'lchi bo'lgandan yaxshi deb Talos yoyliqiga qaytgan edi. Og'abi yurtiga berib, o'zi bey, o'zi xon bo'lib oldi. Uning hukmron cho'miqi qo'l molchilarning beshida ilgirkidimi battar o'ynag'ila turdi. U o'z tavasida uzoqqa qolmayla o'zining gap so'zlariga oz to'la norozi bo'ladiganlarni bostirdi. Keyinroq oymoqdagi chirik boshini qo'g'lib etib, uning o'rnini o'zi egalladi. Minglik chirikini xolliqqa ma'lum qilmayla 3-4 mingga yetkizdi-da, o'zini tuman boshi deb jakarladi. Arslan Ilikxon Og'abining adab ketib borgan bu qilmishlarini tuzitish uchun har xil choralarni qilib ko'rdi. Bu ishlar to'g'ri emas desa, u Bu joy mening ilkimda. O'zir bosh qotirmisizim bo'ladi, deb rad qildi. Nasihat uchun amaldorlarni avassa, xoniga et, menmi xon jamiyati, qomchisini shiltimisin, deb tillab qaytirdi. Og'abi qutirab berib, oxiri qurolliq to'polon ko'tirdi. U avval o'z tavasidagi xolliq amaldorlarini o'ldirdi yoki qo'g'livatdi. Arslan xon bo'la olmaydi ekan u. Men nemishqa xon bo'la olmaydi ekanman. O taxtdan tushsin, deb jor soldi. Arslan Ilikxon uning to'polonini bostirish uchun 2000 kishilik qo'shin avatdi. Bir necha oylik urushdan keyin xon qo'shinlari uni Talos daryosining u yoqig'icha qo'g'lab teri-peran qilibdi va uning yavash bo'lib al bo'lishini talab qildi. Og'abi endi qiyin ahvolga tushib qoldi. Yo el bo'lish, yo bo'sh kelmay ilish kerak. Arslandan cheriklari jiq. Kuch yetmaydigan o'xshaydi. Kun petishga akamlar yo'lab bo'lmasmi? To'g'ri, ularning darvozasini chekib beqish kerak, deb o'yladi u va mushu o'ylardan keyin xeyli yeniklab qolgandek qildi. Kuz quyoshining qiyposh sho'lisida parqirab eqiyotgan daryo bo'yidagi yopiloq tosh ustida 2 kishi so'zlashib o'ltiribdi. Uning biri Og'abi. U beshiga kamchat to'pilik tik talpak kiygan. Soqol buruttirig'i oq kirgan. Qo'pol gavdisi besib turgan qo'rsqi oldiga chiqib turadi. Yana biri uning maslahatchisi. Vijik, taqirbosh, ko'sa, shayton ko'z odam. Yiroqroqda bir yigit bir kichik toshda o'ltirib, o'tlayotgan 3 egarlik otga qarg'inicha qandoqdir bir ohangga demiqida g'ingshimoqda. Og'abi qo'lidagi qatloqliq qamchi bilan o'tkining qo'nchug'i urib, qopqini silib o'ltiradi.
Atang Göri Samanilaning bir yomon niyati bo'lish kerak. dedi u beshini ko'tarib maslahatchisiga qarab. Bizga yo'lak bo'lmoqchi. Biroq sharti ig'ir. Shundaqmi? Hozir bizga ularning yordami kerak. Shartini bara-bara ko'rmaymizmi? dedi maslahatchi hayyor ko'zini o'ynatib. Ular to'zaq qo'ysa, biz qapqon qo'ymaymizmi? Arslanxon to'zaq qopqonlarini qo'shib eriqtivasiz-ku. Samanilarni nocha deydi. Bola sag'inda to'xtab qolmasdan, texi Qashqargimi bog'idak. U vaqtda biz nerda qoldik? Bola sag'in xalqini berimiz dedi-ku. Ko'rikdan o'tib olguncha davrdi-da. Ay, sen yana bir berib kelsan, biz ularning yordamida bola sag'inni olgandan keyin Samanilag'i tava bo'lsaqmi bo'layli-yu. Ammo ular cheriklarini elib chiqib ketish kerak. Keyin ko'rmaymizmi? Yo'q. Gapcha Samanilaning pali yomon. Dovondan o'tib olib, seni tepib do'milib o'tishi mumkin. Mayli, yana bir berib keray. Aytgandek, ularning cheriklariga tamoq, otlarga yem-qashakni biz berdik ekanmiz. Bo'ludi degan. Lekin talonchilik qilmaslikqa gap bersin. Ikkisi o'rnidan qo'zg'aldi. Ular yigit akalgan otlarga minib, daryoni bo'ylab kekiz uylar, mol varallarni orlab tövallab ketdi. Og'abi Arslan ilikning qo'shinidan yengilgandan keyin pochiqiga pit tushgan edi. Xalliqqa mush etib qo'ydi. Oxiri chatoq bo'lg'idek. O'z kuching yetmaydi. Yo'lak tepish kerak. Yo'lak kim bo'ladi? Tog' orqasidagi do'stida. Gohi og'inlari uningga "Ay, chog'lishib ish qilili" de u "Nimadan qo'rqsan? Tog' orqasida do'stlarimiz bor" degan edi. Mana endi shu do'stni izlash lozim bo'lib qoldi. Do'sti bo'lsa, biror ta'tir shamol chiqib qolmasmikin deb tog' orqasida marab yotadi. Chunki ularmi bir necha qitim urinib, burniga yeb qaytgan edi. Arslan Ilik xonning chiriklarini bir nima qilg'ili bo'ladi. Biroq uning puhrolari yomon ekan. Ishchini buzmay turib, bola sog'in Ilik xonligini yo'qotish tasdigini ular bilib bo'lgan edi. Attang, biror katta boshni qo'lga keltirgili bo'lsa-chi. Ular u yoq bu yoqni temiz qilib yurib, oxiri Og'abini topdi. U Arslan Ilik xonga qarshi ekan. O'zining asyodi xon bo'lish ekan. Ya'ni kelib xon jamiyatidan bo'lg'ini obdan bo'ldi-da. Talasqa qamoq tashlab beqish kerak. Ko'ngildagidek ish bo'ldi. Daryo suyi bulg'andi. Qamoqni tashlag'icha Biliq o'zi so'ngib kelib qoldi. Ajab yaxshi bo'ldi. Shunda qilib Og'abiga yo'lak kerak bo'ldi. Samanilarga bo'lsa bir aplik cho'moq kerak edi. Ish toza joyidan chiqdi. Og'abi o'zining maslahatchisini yo'lak izlab avatdi. Maslahatchi Og'abining tog' orqasidagi do'stining ishga qo'llab qarshi ilishiga ega bo'ldi. Yo'lak bo'lmamdigan. Darhol chirik avatmak bo'ldi. Og'abi bilan tilikimiz bir dedi do'sti. Biroq u yoqning sharti ha deganda Og'abini o'ylatib qo'ydi. Do'sti, bola sog'un ilingandan keyin Og'abi xon bo'ladi. Birli gap, bizning gapimizdan chiqmasi bo'ldi debdi. Bu gapga qaraganda
avval xon qilib, keyin cho'rivatmagaydi. Qo'y beshining bir qo'liqini sang berib qo'yib, qolg'inni o'zi so'qmag'ay dedigina. Ikki ko'zini o'yib yesa, yana mengsini chiqib yeyishimi turgan gap. Sana nima qoldi? Og'abey mushundoq andishi bilan maslahatchini yana bir qitim do'stining yiniga avatgan edi. U yaxshi xabar ilib kelibdi. Chatoq yo'q. Biz Og'abeyni xon tishlab kelamiz. Og'axon do'stimiz boshqani o'ylamasin, debdi do'sti. Ularning ko'ngli tuzuk o'xshaydi. Og'axon debdi emasmi? Elitilla xon deganini qarmamdigan. Buningga qaraganda rost chatoq yo'q o'xshaydi. Maslahatchi 3-chi qitim borganda Samonining tuman boshisi Haydarxonni boshlab keldi. Ular yo'shirin so'zlashib kelishdi. Haydarxon yana bir oydan keyin chirik boshlab kelmak bo'ldi. Kash kuz. Qirov tushib qolgan chog' edi. Bir kechasi Og'abey tuyuqsiz daryodan o'tib, Arslan Ilikxon qo'shiniga hujum qildi. Hujum shiddatli bo'ldi. Haydarbekning bir tuman chirik ilib kelganligidan bu taraf xabarsiz edi. Shunga boshda yog'ini xamchog'ladi. Keyin chekinishga to'g'ri keldi. Urushib, chekinib, bir tog' bag'rida yog'ini to'xtatdi. Tirkish jangi bo'ldi. Yog'i qancha urinsimi ilgirli olmadi. Arslan Ilikxon qo'shini qalqon bo'lib yog'ini yondirib turdi. Hujum qilmadi. Jang mushundoq bir oy davom qildi. Bu mazgil ichida xonliq o'z qo'shinini o'rinlashtirib oldi. Udul sapga yana bir tuman chirik qo'shqondan boshqa Talos daryosining yuqori tuvan eqinidan 2 tuman chirikni o'tkazib, yog'ining orqasidan o'rg'oqsimon to'saq yasidi. Buning bilan Haydarxon orqa sepidan o'zilib qolgan edi. Bir kuni saharda xonliq qo'shin tog' bag'ridan agmi sap bilan yog'iga to'yuqsiz hujum qildi. Yog'i bu hayvatlik hujumdan o'diqib qoldi-da, nihoyatda zo'r chiqim berib chekindi. Xonliq qo'shin ularni daryo bo'yiga qistab keldi. Endi yog'i daryoning u qetig'i o'tib olmasa, butunlay tugab ketgudek ahvol maydonga keldi. Biroq xonliq qo'shin urib yiqitib, yog'ini daryoga kirishga majbur qildi. Talos daryosining shiddatli iqini shu topda nepiz muz ostida ko'rinmaydi. Muzning yuzi kun nurida parqirab turadi. Uzoq o'tmay, o'pir-to'pir kirib kelgan chiriklarning oyoqlari ostida daryo yuzi bulg'inib, parqiratmasini yo'qotdi. Keng daryoning muzliq yuzi odamlar bilan to'lishga boshladi. Jahonni beshig'i kiyib, varqirab-jarqirab, bir-birini ishtirib mangan otliq piyoda odamlar. Putlarni so'rab ketib borgan yaradorlar. Muz ko'tiralarmi degan qo'rqinchli savol bilan oyoq ostidagi tayg'oq muzga qarab qo'yadi. Xudoga shukr. Orqadan urib qo'g'lash to'xtab qoldi. Bu bola sog'liqlar ajab tomosh ko'rgandek qarishib turishidi-ku. Aplab daryodan o'tib olsa, jon omon qolar. Nadikini, jonning teqimi cho'ng dahshatga uchraydiganligini kim bilsin? Daryoning tuvan iqinida bir to'p otliq u yoqqa o'tib, daryo devidagi odamlar bilan ozroq elishib qo'yibla sapni yerib o'tib ketdi. Samoniylarning tuman boshi Haydarxon bir to'p cheriklar bilan allaqachon jinini elib qochgan edi. U o'z yeriga o'tib ketalarmi? Talos daryosining keng, uzun muzliq qo'yniga odamlar tiqilishga boshladi.
oldidagilar daryo leviga chiqolmaydi. Qirg'oqda uzun sap tortib, xolliq qo'shin to'sib turadi. Og'abi qopqon so'rgan bo'ridek o'diqib, Aran daryoning ovqat yiqig'i borgan edi, qirg'oqdagi xolliq cheriklarini ko'rib, iymoni uchib ketdi. U darhol orqasiga yenib, cheriklari orasiga kirib oldi. Odamlar orasida dahshatli varqirashlar chiqishga boshladi. Ular endi oldig'imi mangolmaydi, orqag'imi yanolmaydi. Yuqortuva mengish xatarlik edi. Go'yi kishilar qo'llarini ikki qo'llab egiz ko'tarib, daryoning ikki yiqida turgan xolliq qo'shiniga taslim bo'lishga boshladi. Bir hazodin keyin qattiq qarsildigan ovoz bilan daryo muzi o'ttirdan yerilib tushib ketdi. Muz ustida turgan nurg'un chiriklar suvga cho'kdi. Muz cho'ng kichik parcha bo'lib yerilaverdi. Odamlar cho'kiverdi. Muz parchalariga esilib olganlarmi billa cho'kdi. O'qatga yaqinroqda bir to'p odam oyoq ostidagi kang taxta muz bilan varqirg'ancha cho'kib ketdi. Ularning orasida birsi qo'llarini egiz ko'tarib, atrofni beshiga kiyib sat varqirdi. U hamisha tushida xolliq tojisini ko'radigan og'abi edi. Daryoning ishchi teshi bir qiyomatga aylandi. Kishilar varqirg'ancha paloqlab suvga cho'kmoqda. Shafqatsiz suv ularni muz ostiga tortib yutib ketmoqda edi. Dahshat, bak ig'ir dahshat. Qanday qilish kerak? Ularni qutqizishning amali yo'q. Suvga tushsang, o'zingmi tugaysan. Birla chora qirg'oq yenidiklarni tortib olish kerak. Xolliq cheriklari avval taslim bo'lganlarni tortib olishdi. Keyin ishqilib yaqin kelganlarni org'amchi tashlab, nayzi sunib qutqizaverdi. Biroq o'lgani jiq, qutulgani oz bo'ldi. Shunday qilib, kechdiki ko'z qorong'ulashganda talos jingi oyoqlashdi. Og'abini daryo suyi muzlar ostiga so'rab akirib ketdi. Uning yo'lak do'sti Haydarxonchu. U bir sapni yerib o'tib qochdi. Qutuldim deb o'ylagan edi. Biroq qutulolmadi. Yog'i orqasiga mo'ktirilgan ikkinchi sapga tutildi. Uning qechishini ko'zlab o'rinlashtirib qo'ygan xolliq qo'shinlari uning cheriklarini pok-pokiza joylayverdi. Haydarxon qo'lga tushdi. Shundoq qilib, talos joyliqida og'abi qo'zg'agan, tog' orqasidagi do'stining qo'llashi bilan qutirgan to'polon tinjitildi. Bu bo'lsa, balo sog'un ilik xolliqining emas, qora xoniylar xandonliqining bir cho'ng utuqi bo'ldi. Bizning ulug' Idiqut xonimiz yoz kunlikka Qo'chudagi qishliq o'rdudan kelib, mana shu o'rda turdi. Ulug' Ustuqbug'ra xonning qori xoniylar davlatiga yetakchilik qilib, al ulusni adgu kunlarga yetkazayotganlik uchun baxsh biz. Bizning ulusimiz bir, til va putkimiz bir, telikimizmi bir. Dinimizning boshqa bo'lishi bizning ishlarimizga qachilik qilmaslik kerak.